Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 5-aprel yakshanba 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bularning narxi 15 ming so'm ekan. Pachkagami, donagami 15 ming? Pachkaga 15 ming so'm, donaga nech pul? Donaga ham beraveramiz. Donaga ham shu narxdan qilib berishaverar ekan. Materiali nima bulardi? Materiallar nima? Turk hibbi toza. Turk hib ekan materiallari. U tomondagisi-chi? Unisi lakra. Mana bular o'zi kattaligi bilinib turibdi. Bular lakr ekan. Nech pul bu? Ular 20 ming. 20 ming so'mdan ekan. Xo'p. Bular necha yoshga tushadi o'zi? Bularmi? Bular 5 yoshdan 8 yoshgacha. O kattalari. 5 yoshdan 4 yoshgacha. Qaranglar, mana bular 2 yoshdan 4 yoshgacha ekan. Bunisi 5 yoshdan 8 yoshgacha. 5 yoshdan 8 yoshgacha ekan kattasi. Bularchi qanaqa bo'lyapti? Bular 7 mingdan padraska 44 da 50 ga. 7 ming so'mdan ekan padraskovoy. Kiloni tog'a 44 dan 50 gacha razmer. Lovoy deb qo'yibdi-yu, mana to'ta turibdi chekkada. 7 mingdan 46 Mana bular ham 7 ming so'mdan ekan. 44. 46-44 razmer. Yangi uzun tepa pastligingiz nech pul? Mashinachang rasmi turgan. 5 ming palastir. 15 ming so'mdan ekan. Mana, bemalol kesalaring tanlab olasizlar. Nomeringiz nechi? Nomerlar 50lik 444 46 76. 46 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Donaga ham sotyapsizmi hammasidan? Donaga ham sotishyapti ekan mana. Donaga ham beraveraman. Bo'ldi.